أحسن الله إليكم. قال Muallif المصنف rahimahulloh رحمه الله aytadi, ko'p تعالى: qasam ichish haqida kelgan dalillar bobi. Alloh taolo shunday deydi: Qasamlaringizni buzishdan saqlaninglar. Moida surasi 89-oyat. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytdilar: Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni shunday deganlarini eshitdim. Qasam tovarni o'tkazadi, ya'ni sotilishini tezlashtiradi, lekin barakani yo'q qiladi. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Shuningdek, Salmon roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedilar: 3 toifa borki, Alloh ularga gapirmaydi, ularni poklamaydi va ular uchun alamli azob bor. Qari zinokor, kambag'al bo'la turib takabburlik qiluvchi va Allohni o'z savdosiga vosita qilgan kishi faqat qasami bilan sotib oladi va faqat qasami bilan sotadi. Tabaroniy rivoyati, sanadi sahih. Shuningdek, sahih hadisda Imron ibn Husayn roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytdi: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedilar: Mening ummatimning eng yaxshilari mening asrimdagilar, keyin ulardan keyin kelganlar, keyin ulardan keyin kelganlar. Imron aytadi: Bilmayman, u zot o'z asrlaridan keyin asrni 2 marta aytdilarmi yoki 3 marta. So'ngra sizlardan keyin shunday qavm keladiki, ular guvohlik beradilar, lekin ulardan guvohlik talab qilinmaydi. Xiyonat qiladilar va ularga ishonch bildirilmaydi. Nazr qiladilar, lekin unga vafo qilmaydilar va ular orasida semirish zohir bo'ladi. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Yana sahih hadisda Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedilar: Eng yaxshi odamlar mening asrimdagilar, keyin ulardan keyin kelganlar, keyin ulardan keyin kelganlar. So'ng shunday qavm keladiki, ulardan birining guvohligi qasamidan, qasami esa guvohligidan o'zib ketadi. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Ibrohim an-Naxai rahimahulloh aytadi: Biz kichik paytimizda kattalar bizlarni guvohlik va ahd, ya'ni va'da tufayli urushar, ya'ni jazolar edilar. Ha, Allohning nomi bilan qasam ichish joizdir. Alloh taolo o'zi ham qasam ichgan. U zot kecha va kunduz bilan, oy va yulduzlar bilan qasam ichgan. Alloh faqat o'zi ulug' deb bilgan narsalar bilan qasam ichadi. Shuningdek, Alloh taolo qasam ichishga ruxsat bergan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham qasam ichar edilar. Masalan, jonim qo'lda bo'lgan zotga qasamki der edilar. Ibn Umar roziyallohu anhu ham Ibn Umar qasam ichadigan zotga qasamki der edilar, ya'ni Allohga qasam ichardilar. Demak, qasam ichish joizdir, lekin u quyidagi maqsadlar uchun bo'lishi kerak: biror ishning og'irligini bayon qilish, biror narsani ta'kidlash, ahamiyatini ko'rsatish kabi holatlarda. Alloh taoloning qasamlaringizni buzishdan saqlaninglar degan oyatini ulamolar 4 ma'noda tushuntirganlar. Birinchisi, faqat Allohning nomi bilan qasam ichish. Inson faqat Allohning o'zi, uning ismlari yoki sifatlari bilan qasam ichishi mumkin. Ka'ba bilan, payg'ambar bilan, ota-onasi bilan va boshqa narsalar bilan qasam ichish mumkin emas. Zero payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, kim qasam ichsa, Allohning nomi bilan qasam ichsin. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Ikkinchisi, qasamni ko'paytirmaslik. Inson qasamni ko'p ishlatmasligi kerak. Agar u doim qasam ichaversa, qasamning qadri qolmaydi. Uchinchisi, qasamga vafo qilish. Agar inson kelajakka oid ishga qasam ichsa, Allohga qasam shunday qilaman desa, albatta shu ishni bajarish kerak. To'rtinchisi, qasamni buzsa kafforat berish. Agar qasamiga vafo qilmasa, kafforat berishi lozim. Qasamning kafforati esa 10 ta miskinni taomlantirish yoki ularni kiyintirish yoki bir qulni ozod qilish. Agar bularga qodir bo'lmasa, 3 kun roza tutadi. Shuningdek, qasamni saqlashning yana bir ko'rinishi Alloh nomi bilan yolg'on qasam ichmaslikdir. Alloh saqlasin. Bu esa yamin g'omus deb ataladi. U katta gunohlardan, balki halokatga olib boruvchi gunohlardan hisoblanadi. Demak, xulosa shuki, qasam ichish joiz, lekin inson o'z qasamida ehtiyotkor bo'lishi lozim. أحسن الله إليكم. Bu bobda o'tgan masalalar: birinchisi, qasamlarni saqlashga vasiyat qilingani; ikkinchisi, qasam ichish molni sotishga yordam bersa-da, barakani yo'q qilishi haqida xabar berilgani; uchinchisi, faqat qasam bilan sotadigan va faqat qasam bilan sotib oladigan kishi haqida qattiq ogohlantirish borligi; to'rtinchisi, gunohga undovchi sabab kam bo'lgan sari gunohning kattalashishiga e'tibor qaratilgani; beshinchisi, qasam ichishlari talab qilinmasdan turib qasam ichaveradiganlar qoralangani; oltinchisi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tomonidan dastlabki 3 yoki 4 asr, ya'ni avlod maqtalgani va ulardan keyin nima holatlar paydo bo'lishi zikr qilingani; yettinchisi, guvohlikka chaqirilmasdan turib guvohlik beradiganlar qoralangani; sakkizinchisi, salaf solihlar kichik yoshdagilarni guvohlik va ahd, ya'ni va'da masalasida qattiq tarbiya qilganliklari, hatto urganliklari.